Yoshga kirib bitta haqiqatni angladim. Hech qachon nomard bilan teng bo'lmaslik kerak. Nomardga nomardlik bilan emas, jimlik bilan javob bergan yaxshiroq. Nomard odam bilan janjallashish ham kerak emas. Haqligingizni isbotlash ham kerak emas. U baribir sizni eshitmaydi. Eshitishni xohlamaydi. Nima keragi bor unga ortiqcha quvvat sarflashni? Jimlik va masofa. Jimlik va masofa. Mayli, u muammosini o'zi hal qilsin. Siz esa yo'lingizda ketavering. Ketavering maqsadingiz sari. Mana shu yagona yechim. Quvvatingizni nomard insonlarga sarflashdan foyda yo'q. Faqat umringiz o'tgan.